haligi rasmni yirtdim, shunaqangi maydalab yirtdimki, aytib shu rasmni ko'rmay ham kulmay ham. 8-9 sinf bo'lgan paytimda bir kun o'rtog'im chiqdilar, rasmlaringni olib chiqib ko'rib o'tiramiz deyishdi. O'sha paytda bizga urf bo'lgan, o'sha lata deyilardi, shunaqa ketalar. Shunaqa ketam bo'lgan. Haligini uchi teshilib qolgan ekan, qarang. Va men uni ko'rmagan ekanman va shu bilan rasmga tushgan ekanman-da. Olib chiqdim, birga ko'rib o'tiribmiz va buni ustidan o'rtog'im kuldi. Voy, qara, oyog'ingdagi yirtiq ekan deyishdi. Haligi joyda shunaqangi jiddiy-jahd bilan haligi rasmni yirtdim, shunaqangi maydalab yirtdimki, aytib shu rasmni ko'rmay ham kulmay ham. Pollar orachasida teshikcha borib, pollar teshigidan tashlab yuborganman. Va bo'ldi u. Shu bilan men uchun u yo'q bo'ldi deganman. Va bu narsa keyin ko'chdi, oyoq kiyimimdan norozilik menda paydo bo'lishni boshlagan. O'shandan keyin va kelajakda o'sha shopagolik bo'lgan paytimda juda ham ko'p xuda behudaga oyoq kiyimlar ham olganman.